Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Obiddomla taklifi uchun katta rahmat. Darsni boshladik. Bugungi mavzumiz formula va funksiyalarni yaratish. Katakka absolyut va nisbiy murojaat. Bugun biz elektron jadvalda formulalar qanday ishlashini, katakka nisbiy va absolyut murojaat nima ekanini real misollar orqali o'rganamiz. Formula bu elektron jadvalda hisob-kitob bajarish uchun yoziladigan ifodadir. Formulalar har doim barobar belgisi bilan boshlanadi. Masalan, 2 qoshiq buch. Nisbiy murojaatda formula ko'chirilganda katak manzillari o'zgaradi. Bu nisbiy murojaat deyiladi va u ko'p hisob-kitoblarni tez bajarish uchun juda qulay. Ba'zi hollarda katak manzili o'zgarmasligi kerak bo'ladi. Buning uchun dollar belgisi ishlatiladi. Bu absolyut murojaat deyiladi. Qolgan ma'lumotlarni va amaliy topshiriqlarni keyingi darsimizda ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.